Toshkentdagi mojaro, muhabbat, qarz va yo'qotilgan uy haqidagi hikoya. Ijtimoiy tarmoqlarda bir qizning videosi tez ommalashmoqda. U sobiq turmush o'rtog'i sababli ota-onasining uyini yo'qotgani haqida gapirgan. Endi bu uy hujjatlarda bloger va tadbirkor Sanjar Karimov nomiga rasman rasmiylashtirilgan. Qizning so'zlariga ko'ra, ular ko'p yillardan beri tanish bo'lishgan. Yigit yaxshi daromad ola boshlagach, ular to'y qilishga qaror qilishgan. Ammo to'ydan oldin bir moliyaviy masalani yopish kerak degan bahona bilan yigit uni ota-onasining uyini garovga qo'yishga ko'ndirgan va to'ydan keyin pulni qaytarishga va'da bergan. Kredit beruvchi sifatida Sanjar Karimov chiqqan. U $240 ming miqdoridagi mablag'ni uy garovi evaziga qarzga bergan. Qiz sevgilisiga ishongan. Notarius oldida barcha hujjatlarni imzolagan va uyni ixtiyoriy ravishda topshirgan. Ammo shundan so'ng sevgilisi pul bilan g'oyib bo'lgan. Oila esa uysiz qolgan. Mojaroli video tarqalgandan so'ng Sanjar Karimov vaziyatga izoh berdi. U haqiqatdan ham pulni berganini tasdiqladi. Ammo sevgilisiga emas, qizning otasiga, shaxsan qo'liga, notarius va mas'ul shaxslar huzurida. Uning aytishicha, bu oila allaqachon 1,5 yildirki u uyda yashab kelmoqda. Uy esa qonuniy ravishda uning nomiga o'tkazilgan. Barcha kommunal to'lovlarni esa o'zi to'lab kelmoqda. Karimov qo'shimcha qildi. Shu 1,5 yil ichida u faqat bir marta ularning uyiga borgan va tinch yo'l bilan masalani hal qilish taklifini bergan. 2 yoki 3 xonali kvartira, shuningdek 3 yillik ijara haqqini to'lab berish variantini. Ammo bu takliflar biz katta uyga o'rganib qolganmiz degan bahona bilan rad etilgan. Sanjar Karimovning turmush o'rtog'i ham sharh qoldirib, uning erimning o'zi aldanish qurboni bo'lganini ta'kidladi. Chunki garov evaziga berilgan pullar haligacha qaytarilmagan. Uning so'zicha 5 sotixli uyning o'zi ham bu summaga yetmaydi. U foydalanuvchilarni oilasini haqorat qilmaslikka va vaziyatga xolisona qarashga chaqirdi. Jamoatchilik esa Sanjar Karimovdan qonuniy huquqlaridan voz kechib, insonparvarlik yo'li bilan qizning sobiq turmush o'rtog'ining qarzini yopib, uyni bu oilaga qoldirishni so'ramoqda. Sizningcha bu vaziyatda kim haq? Fikringizni kommentariyada yozing.